mehmonxona biznesida mehmonxonaning yoki o'sha joylashgan restoranning lokatsiyasi juda ham muhim hisoblanadi. Sababi barcha keladigan mehmonlar mehmonxonaning sifati yoki oshxonadan tanovul qilinadigan taomlardan tashqari uning joylashuvi haqida ham yaxshi taassurot qoldirishi kerak. Juda ko'p mehmonxonalar shahar markazlarida joylashgan bo'lib, mehmonlarga hech qanday qiyinchilik tug'dirmaydi, ya'ni yetib borishga. Lekin ba'zi bir mehmonxonalar bor. Ular aholi yashash punktlaridan ancha yiroqda, lekin shu bilan bir qatorda ana shu uzoqda joylashgan mehmonxonalar ham xalqni qiziqtirish maqsadida umuman boshqacha strukturada qurilgan bo'lishligi mumkin. Aynan men turgan mehmonxona ham Miraki Gardens mehmonxonasi aholi yashash punktidan yiroqda joylashgan va qiziqtiradigan tarafi Markaziy Osiyoda yagona yer osti mehmonxonalardan biri hisoblanadi.